Hazrati Imom Azam rahmatullohi alayhi aytganlar. Qayerda bo'lmasin, sahroda bo'ladimi, uyini ichida bo'ladimi, dengizda bo'ladimi, minglab kilometr uzoqda bo'ladimi, asl maqsad nima? Ka'bani hurmatimi, oyog'ini uzatmasin, u tomonga qarab hojatda o'tirmasin deganlar. Xo'p, nima uchun bu mavzuni ochyapmiz? Bu joyda shu narsaga sal beparvolik qiladilar. Mehmonxonalarni yotoqxonasida sizni yotgan kravatingizni oyog'i qiblaga bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga kiringda, har mehmonxonani shiftiga qiblani nimasini chizib qo'ygan bo'ladi, strelka qo'yib qo'ygan. Shunga qarang, agar haqiqatan sizni oyog'ingiz qiblaga to'g'ri bo'lib qolgan bo'lsa, bolishingizni narigi tomonga qo'yib oling.